Xullas akalarga xonadonga do'xtirning kattini qo'yib berdik. Kech bo'lishiga qaramay, sizlar uchun video olib, akam o'zlari tushuntirdilar. Assalomu alaykum. Va alaykum. Instagramda chaqiribsiz, bizlar Instagramni ko'rib chaqirdim. To'lovlaringiz qanaqa edi aka o'zingizni? Bularda hozir mana ko'rsating, ham kattalar turuvdi, rasxodlari juda ko'p edi. Ularni olib tashlab biz bitta do'xtirning kattini qo'yib berdik. Rasxodingiz qanaqa? Salkam 10 million to'layapti. Necha xona uy edi? 8-9 xona. 9 xona uy. Sistema temir ekan-a? Ha, sistema temirdan eskicha variant. Ishimizga necha aka? Instagramdan ko'rib chaqirdim. Ishligiga gapim 2 kun deganda 1,5 kunda. 1,5 kunda zo'r qilib mana ketishdi. Inshaalloh yo'lga bo'ladi. Ishligiga ham zo'r. Tavsiya berasizmi yo'q aka? Katta almashtirasizmi yo'q? Do'xtirni ko'pchilik o'ylab Tavsiya beraman. Do'xtirni ham bu ham ekonom bo'ladi. Kamida 1,5 million ekonom bo'ladi. Ko'pchilik aytsa aka noto'g'ri tushunyapti-da. Buning zanglab ketadi, chirib ketadi deydi. Misolda, siz qo'lda aka sunmaysiz, misol aka internetingiz pulmas, katta summa bo'lib ketmaydi. Ishlayotgan vaqtiga menimcha normalniy bo'lsa kerak aka. Xudo xolasa, sezonda chiqib ketadi. Xudo xolasa. Akalar videoga like bosasizlar, obuna bo'lib qo'yinglar, foydali videoni o'tkazib olmaysizlar. Do'xtirning katta ustunovkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolasa, joylarga borib hisob-kitobini qilib beramiz. Qo'ysa bo'ladi yo bo'lmaydi deb aytamiz. Akalar assalomu alaykum. Bugungi xonadonimizni yana bitqizdik, ya'ni polniy atapeni qilib berdik. Yarim uyga atapeni qilib berdik. Ya'ni to'pli pollar bor ekan, ismayotgan ekan, muammo bo'layotgan ekan. Akam Instagramdan chaqirganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, aka o'zingizni fikringiz bizning ishimiz haqimizda. To'g'risi. Xolisona olam boshqa assalomu alaykum. Ishingizdagi 5 baho zo'r. Men chaqirdim. 1 oydan keyin o'sha 1 oy oldin ko'rdim Instagramda bularning videolarini va ularni chaqirdim. Keldilar, ko'rdilar, hisob-kitob qildik hammasini. Menga ham moliyaviy tarafdan ham boshqa tarafdan juda ma'qul keldi. O'zlarining komandalari bilan kelib, 1 kunda, 2 kunda ish bitirib, to'liq 2 kunda ish bitirib ketishdi. Juda yaxshi rezultat bo'ldi. Aka, eng qizig'ida yoqqaningizdan keyin kattol yoqdi-ku. Necha minutda qizidi? To'g'risini ayting. 14 minut, uzoq 15 minut. 15 minutda. 15 minutga budunli qo'ydik, 14 minutda o'sha kattol. To'pli pollar batareyalar ham sizda, xudo xolasa. Tavsiya berasiz. Tavsiya beramiz. Bu gaplarni olib qo'yishinglarni zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Akalar videoga like bosasizlar, gazga ko'p to'layotgan yaqiningizga jo'natib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Akalar ekonom qilib beramiz 100%.